Barchalarga salom aziz do'stlar, sizlar bilan men yana Shoxa Gamer. Xo'sh akalar, bugungi video roligimizda maza qilib Minecraft o'yinini o'ynaymiz. Qani ketdi unda. Do'stlar, men avval bu kartada maza qilib o'ynaganman, ammo video olmaganman. Afsuski. Do'stlar, endi mana sekin video olishni boshladim. Hozir menga fakel kerak. Fakel. Nima buni yerga tashladim. Bunday qilib yasayman hamda fakel olaman. 16 tagacha kerak. Do'stlar, mana yoqdan men anavi qilmoqchiman. Shaxta qilmoqchiman. Endi ishimni boshladim. Bunday qilib qaziyman va birinchi rudamiz chiqyapti bizda. Bu rudani olish kerak. Albatta do'stlar, bizning maqsadimiz hozircha temir topish. Temir topgandan keyin temirdan narsalar yasab olaman. Shunchaki kirgan odam mazza qilib chiqadigan shaxta bo'lishi shart. Aziz do'stlar, kirgan odam yaxshi shaxta ekan deb chiqib ketsa bas. To'xtanglar. Men bu tosh kirkani olishim kerak. Ya'ni o'zimda qolish kerak. Keyin men taxta kirkani qilaman. Temir chiqsa toshli kirkan bilan chopayveraman. Buzayveraman. Aziz do'stlar, video yoqayotgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Do'stlar, agar Xudo xohlasa 1000 ta obunachi bo'lsak, agar nasib Xudo xohlasa kelajakda kompyuterda video qilishga harakat qilaman aziz do'stlar, yangi kompyuter olib. Xo'sh, mana yoqlarni qazib olaydi. Pastga qarab qazib ketish kerak endi. Aziz do'stlar, hozircha temir chiqayotgani yo'q. Hali bo'lgani ham yo'q. Tashqarida yomg'ir yog'ayotgan ekan. Temir taxtali kirkam ham sinib qoldi. Shularni qilish kerak. Ko'mir chiqdi. Bu degani ancha yaxshi degani azizlar. Ko'mirlarni olish kerak. Olmasa hammasini olishga ulguraman. Do'stlar, aytgancha kommentariyaga ham yozishni unutmanglar. Videomizda Minecraft video bo'lsinmi yo boshqa o'yindanmi, qanday o'yin o'ynashimizni yozib ketinglar. Faqat telefon o'yin bo'lsin. O'sha o'yinni o'ynashimizni xohlasanglar, keyingi videoda Minecraft bo'lsa, nima qurishimizni ham yozib ketishinglar mumkin. Qo'limdan kelganicha harakat qilaman o'sha aytgan narsalarni qurishga. Xo'sh, mana chiqib oldim shaxtadan. Pashti X tak tosh bilan chiqyapman.
Xo'sh, joyimga chiqib oldim. Hop, bir stak rovna, bir stak ko'mir ham qandaydir ruda bor. Aziz do'stlar, ruda tursin. Yo, o'zimga olaman. Va go'shtni mayda chunta narsalarida ham qovurib olsam bo'ladi. Va yana pastga tushib ketdi. Bunga buni qovurdiraman. Bunga kartoshka qovurilsin. Bunisiga esa go'sht qovuraman. Va menga yana cho'p kerak bo'ladi do'stlar. Cho'p kerak bo'ladi va qo'y 32 ta olib oldim. Yasab olaman. Va bu ikkita hali menga ancha asqotishi aniq. Menga yana bitta sandiq kerak. Do'stlar, unda kech ham ancha bo'lyapti. Hali uxlolmas ekanman. Unda hamma go'shtlarni olaman. Bu yerda ruda ham ancha pishib qolgan va kartoshkani olaman. Do'stlar, unda rudaga joy ham yo'q ekan. Afsuski. Men daraxt chopishga ketdim do'stlar. Daraxt qaysi tarafda bor ekan? Daraxt topsam ancha yaxshi bo'lar edi. Yoki bironta uyda. Juda yomon bo'ldi hozir. Do'stlar, ovozimga ahamiyat bermaysizlar. Ozgincha shamollab qolganman va u yoqda zombilar ham bor ekan. Bu yoqqa sakrab chiqib olib kuzatsam, hech qayerda daraxt yo'q. Faqat naryoqda, ya'ni narigi orolchada oyim og'rida aziz do'stlar. Uyimga kiraman va ertaga davom etaman. Do'stlar, videomizni shu joyda tugatsak ham bo'ladi, chunki meni maktab vaqtim ham bo'lib qolyapti. Men maktabga ketishim kerak va keyingi video bugun kechga chiqadi albatta aziz do'stlar. O'tib ko'ringlar uni ham. Albatta qiziq bo'ladi. Sizlar bilan Shoxa Gamer bo'ldi. Barchalarga xayr.